Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir biz Latviyaning Riga shahridagi ISM universitetida turibmiz. Bu universitetni bilasizlarmi? Afzallik taraflari. Bu universitet 1994-yildan boshlab faoliyatini yuritishni boshlagan. Va bilasizlarmi, bizning O'zbekiston Respublikasida Farg'ona viloyatimizda buni filiali bor. Bu yerda o'qigan bilan nima foyda deb o'ylaysizlar? Bu yerda management, IT texnologiyani bilimini yuqori darajada berishadi. Va bir narsani biling, bizning ISM universitetiga borib o'qisangiz, siz даже u ISM universitetdan Yevropaga perevod qilib turib, Yevropaning ID kartasini olib turib ham o'qisangiz bo'ladi. Chunki har bir universitetda o'qiyotganingizda sizga Европейский VNG studentskiy kart beradi. Shu narsa ham plus. Yana bir afzal taraflari. Universitetda o'qib siz work and travel Amerikaga ham qilsangiz bo'ladi. Shuni ham unutmang. Work and traveldan tashqari, IT dan tashqari yana katta imkoniyatlari ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol Farg'ona viloyatiga borib ISM universitetiga uchrashib, o'sha yerda menejerlar bilan so'zlashsa bo'ladi. Va kontraktlari ham juda hamyonbop. Hammaga rahmat do'stlar, e'tiboringiz uchun. Sizlar bilan men Ibragimov Ibrohimbek bo'ldim. Sog' bo'linglar.